Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xabaringiz bor, biz o'zimizning YouTube kanalimizga buxgalteriya sohasini o'rganayotganlar uchun bir qator video materiallar qilib joylashtirib kelmoqdamiz. Yaqinda ishxonamizdagi kompyuterlarni yangilagan edik. E-imzo dasturi ishlamay qoldi. Keyinchalik bilsak, bu ko'pchilikda shunaqa muammo bo'layotgan ekan. Ayrim shunaqa videolarni ko'rdik. E-imzo dasturini ishlatish uchun qanaqadir pullik programmalar ham chiqib ketibdi. Bugun sizlar bilan bepul qanaqa qilib e-imzoni ishlatish to'g'risida video material qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Avvalambor mana e-imzo ishlamasligi soliq saytiga yoki xohlagan saytga kiraman desangiz, mana shunaqa xatolik bo'ladi. Agar sizni kompyuteringizda e-imzo dasturi o'rnatilmagan bo'lsa, avvalambor e-imzo dasturini o'rnatish kerak bo'ladi. Ya'ni e-imzo dasturini mana shu joydan o'rnatib olishingiz mumkin. Mana shu joyda e-imzo dasturini ko'chirib olishni bosamiz va yuklab olish deganini bosamiz. Mana shu joyini bossak, bizada endi siz Windows'ingizni qaysi sistemada ishlashini ko'rasiz. Masalan, Windows 64 ta 32 taligiga qarab keraklisini skachat qilib olasiz, ko'chirib olasiz. Mana kerakli bizada ko'chirib oldik. Ochamiz. E'tibor qiling, mana shu joyda arxivni ochish paroli mana bu joyda berilgan o'zi. 202.32.32 yani paroli berilgan. 202.32.32. Demak, mana защита qo'yilgan bo'lsa, выполнить в любом случае deganini bosamiz. Ya'ni uстановка agar bo'lmagan bo'lsa chiqadi. Hozir bizda uстановка bo'lgan, qaytadan ko'rsatayotganligimiz uchun ustiga uстановка qilib yuboramiz. Mana uстановка qilganimizdan keyin chiqdi. Установить bosamiz. Mana shunaqa tartibda uстановка qilib olamiz. Запустить qilamiz. Запустить qilgandan keyin mana bu joyda e-imzo chiqib turadi, запущен bo'lib chiqib turadi, lekin bizda baribir mana bu xatolik ketmaydi. Endi mana shu xatolikni ham ketkazish uchun yana bu joyga qaytamiz va mana bunisini Windows ручная установка без JR deganini ko'chirib olamiz. Skachat qilib olamiz shu faylni. Ana skachat qilib olganimizdan keyin buni ichiga kiramiz va bu yerda arxiv turibdi, zip shaklida turibdi. O'sha zipni papkaga o'tkazib olamiz. Hozir mana biz o'tkazgandik, buni o'chirib tashlaymizda. Рабочий stolga e-imzo degan papkasini tashlab olamiz. Mana demak, bazada e-imzo degan papkani o'rnatib oldik. Endi brauzerga boshqatdan kiramiz. Brauzerimizga kiramiz va mana bu 3 ta nuqtaga bossak, настройка degani bor. Настройкаga kiramiz. Chap tomonida конфиденциальность и безопасность degani bor. O'sha joyga bosamiz. Mana shu joyga bosganimizdan keyin bizada безопасность degani bor. Безопасностьga bosamiz. Eng pastida e'tibor qiling, настроить сертификаты turibdi. Настроить сертификатиga bosamiz. Установление вами degan sertifikatlar yo'q turibdi. Demak, mana shu joyda sertifikat yo'q turibdi. O'sha доверенный sertifikat degan joydan importda bosamiz. Importda bosamiz va o'sha рабочий stolga
saqlagan e-imzo papkamiz ichida e-imzo PM degani bor. Mana shu e-imzo PMni olib kelib o'rnatamiz. Sertifikatimiz o'rnatildi. Mana shu ishni qilganimizdan keyin biza bir obnovit qilib olsak, brauzerimizga qaytadan kiradigan bo'lsak, bizada ishlab ketadi. Yoki chiqib ketib boshqatdan kirishimiz mumkin. Mana bizada sertifikatlarni ko'ryapti. Mana shunaqa tartibda o'rnatib olishimiz mumkin. Boshqa saytlarda ham, Didoxda ham hamma saytda sertifikatimizni ko'ra oladi. Mana shunaqa tartibda e-imzoni o'zingizga o'rnatib olishingiz mumkin. Bu bepul. Bemalol bundan foydalansangiz bo'ladi. O'ylaymizki, berilgan ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Agar sizda fikr, taklif, mulohazalar bo'lsa, takliflaringizni kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling.